Assalomu alaykum hammaga. Bugun sotuvda bor FAF texnikalarini men sizlarga ko'rsatib o'taman, ya'ni assortimentlarni qanaqalari bor. Bu texnikalarni sizlar Prime Motorsdan sotib olishinglar mumkin. Joylashgan joyi Ariqbuloq tamojnining oldida, shundoq kelaverasizlar. Birinchi tanishtiradiganim avtovishka 30 metrli va bu men bu texnikasi orqasidagi joylashgani Juke grupga tegishli. Bilasizlar, bu ham bir zaminiti texnikalar ishlab chiqaradigan kompaniya. Bu texnikani asosan kimlar oladi? Ko'pincha elektroset olishi mumkin, ya'ni stalbalar bilan yoki reklama agentlari olishi mumkin, afishalarni osishga. Chunki buni o'zini chaqirishi ham palon pul turadi, soati kelishi ham palon pul turadi. Lutf sotib olib turib, o'zingiz narsangizni o'zingiz ishlatganingiz yaxshi. Bu texnika uncha ko'chada turib yotadigan texnika emas, har doim ish bo'ladi bu texnikalarga. Keyingi FAF texnikamiz evakuator 4 tonnagacha bemalol avtomobillarni olib yurishi mumkin. Lipyotkasi ham bor, lipyotkasi где-то bir 20 metrgacha chiqadi. Buni ko'tarish sistemasi bu polностью o'zi pastga tushadi-da. Bunda pastga tushib turib, mashinani tortib olib, keyin obratda chiqadi. Keyingisi shassi FAFimiz. Bu yerda bunga o'zingizga moslab nima qo'yishinglarni hal qilasiz. Xohlasanglar samosval qilinglar, xohlasanglar tintovka qilinglar, unisi o'zingizga bog'liq. Bu yerda yana bitta plus, katta pluslardan bittasi, bu yerga gaz balon zavodskoy qo'yilgan. Bu yerda 345 litrli ikkita gaz baloni bor. Keyingi texnikamiz assenizator 7 tonnagacha oladi. Ya'ni chuqurligi 5 metrgacha chuqurlikdan oladi. Anu narsalarni o'zingizlar bildinglar nimaligini. Keyingi texnikamiz qor tozalaydigan texnika. Asosan qishda ishlatiladi deb o'ylasanglar, yo'q, bu qishda ham emas, faqat yozda ham suv sepib ishlatsa bo'ladi. Buni qayerga olsa bo'ladi? Ham bu obodonlashtirish, hokimiyat o'shanaqa joylarga yaxshi texnika. Mana oldi qor tozalaydigani, suv sepadigan joylaridan bitta. Bu yerda shlang ulab turib sepib va tortib oladigan joyi. Bu yerda shu orqasida ham shlankasi bor. Chista o'zini yuvib tozalab ishlatishga. Keyin buni sisternani hajmi 6 kub bo'lib, 4 mm po'latdan yasalgan. Bu avtofurgonimiz 24-27 kubgacha bo'lgan. Bu shaharga juda ham qulay-da, kichkinaroq, sal gabariti ham unaqa katta emas. Shaharda bemalol ishlab beradigan texnika. Keyingisi refrigeratorlarimiz. 2 xil refrigerator bor. Bu chistani marojnichi akalarga yoki kichik katta bo'lmagan go'sht do'konlarga ishlatishga вообще zo'r apparat. Bunisi bo'lsa undan kattaroq, ya'ni viloyatdan viloyatga tashishga moslashtirilgan. Kichkina refrigeratorimiz 14,8 kubadan boshlanadi. Kattasi bo'lsa 18,5 kubadan boshlanib u yoqqa ketaveradi. Biz keyingi lokatsiyaga keldik, qolgan texnikalarni ko'rsatishga. Bu joy Yujniy vokzal oldida joylashgan. Keyingi texnikamiz FAF, bu ham Tentli furgon, yuk ko'tarish vazni 2,5 tonna, 16,8 kub oladi. Keyingisi axlat tashuvchi FAF. Bu yerda kabinasi ham kattaroq bo'ladi, bu yerda kichkinagina bitta spalnisi ham bor. Orqaga kelsa 8,5 kub bo'lib, bu yerda mana polni rishaklari shu yerda ishlatish uchun buni knopkalari, rishaklari shu yerda polnosti ishlaydi hamma joyi. 1100 litrgacha joy bor ichida. Bu yerda yana bitta yaxshi tarafi, bu pultda ham upravlat qilsa bo'ladi buni, ya'ni ishlatsa bo'ladi. Pultda kabina salondan ham ishlatsa bo'ladi. Keyingi texnikamiz suv tashuvchi, ya'ni ichimlik suvini tashsa ham bo'ladi. Bu yerda 6 kubali bo'lib turib, eklips shaklida, ya'ni qovun shaklida desa ham bo'ladi. Anaqasini, ko'rinishini va bu yerda 4 mm po'latdan yasalgan. Agar texnikalar yoqqan bo'lsa, like bosib, bir-biriga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Va pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, batafsil ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Bu texnikalarni kredit yoki lizing yoki pul o'tkazish yo'li bilan sotib olishinglar mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.